Bundan buyog'iga mana shunaqa refchilarni sezoni kelyapti akalar. Agar ref qidirib yurganlar bo'lsa, mana 2008-yilda ishlab chiqarilgan mana shu Shimis ref sotuvga qo'yildi. Holatlari a'lo darajada turibdi. Narxini ham boshliq aytib o'tib ketay. 36 ming $40 deb aytilyapti. Yana kelishiladigan joylari bor. Agregat Thermaking SLX 400 dan ekan. Stena qalinligi 7 lik stena, eshigining ruchkasi 2 lik ruchka. Balonlarning holatini ham videoda ko'rsatib o'tib ketaman, ko'rsangiz bo'ladi. 70-80% atrofida turibdi. Keyin lentakasi ham bor ekan. Ichki holatlarni ham videoda ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda turibdi. Agar refga qiziqqan bo'lsangiz, egalarining telefon raqamini har doimgidek videoning past qismida yozib qoldiraman. Telefon qilib yana to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Manzil Namangan viloyati, Namangan shahrida turibdi. Kelib ko'rsangiz ham bo'lardi. Bu videoni mana shunaqa ref qidirib yurgan forejdan ishlagan jo'natib qo'ysangiz hamma uchun manfaatli bo'ladi. Hammaga rahmat.